Ah, qayerga yashirsam ekan, qayerga yashirinsam bo'ladi? Mashinam shu yerda ekan, как раз qanaqa qilib bo'lsa ham, qayerga bo'lsa ham yashirinishim kerak tezroq. Mani hech kim ko'rmadi degan umiddaman. Endi aniq topolmaydigan birorta sirli joy topib turib o'sha yoqqa yashirinishim kerak. Lekin aynan qayer bilmadim. Hozir shu yaqin atrofdan qaysidir yetelni uyga kiramanmi, nimadir qilaman. Mana u mashinamni esa qayergadir yashirmasam politsiyachilar agar ko'rib qoladigan bo'lsa dabdala. Yopil, nimaga yopilmayapsan? Hoy, yaramas eshik, mayli ochiq turaversin. Hozir mana shu yetel bu yerda hech kim yo'q. Afsuski, kimdan yordam so'rasam bo'ladi? Kimdan bu yerda mana shu yerda kimdir yashasa kerak. Hoy, yordam ber, iltimos. Kim bor bu yerda? Yordam beringlar, iltimos. Hoy, kimdir bormi? Yordam beringlar. Hoy, kimdir bormi deyapman. Eshityapsizlarmi axir? Kim bor? Yordam. Tak, bu yerdan hozir polizimda ishlash uchun narsalarni olishim kerak. Polizda emas, bugun boshqa joyda ishlayman. Yordam, hoy. Kimning ovozi kelyapti? Yordam, iltimos. To'xta, sen kimsan? Nima uyimga kirib olding? Iltimos, menga yordam ber. Qo'y yigitcham, men yashirinishim kerak. Meni politsiya quvib kelyapti. Tushunmadim. Nima tushunmaysan? Iltimos, yordam ber. Yo'q, chiqib ket. Senga yordam bera olmayman. Nimaga yordam bermaysan? Axir politsiya quvib kelayotgan bo'lsa, qanaqasiga senga yordam berishim mumkin? Iltimos, yordam bera qol. To'xta, qanisan? Shu yerda yashinib turay, iltimos, yordam ber. Yo'q, yordam bera olmayman. Politsiya quvib kelayotgan bo'lsa seni. Iltimos, mayli, men senga xohlagancha pul beraman, faqat yordam ber. Mayli, o'ylab ko'rish kerak. To'xtab tur. Hozir senga qanaqadir sirli joy topib berishim kerak. Podval qazib beraymi ekan shu yerdan qayerdandir. Mayli, farqi yo'q, podval bo'lsa ham farqi yo'q deyapman. Liboy biror joyda yashinib qolsam bo'lgani. Mayli, hozir shoshmay tur. To'xta, shu yerda yashinib tur. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni yangi videomda. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar, chunki qanaqadir g'alati kun boshlandi bugun. Mayli, o'sha yoqda yashirinsa ham, uyimning ichida qayerda yashirinsa ham farqi yo'q. Mashinam bor degandek bo'ldimi? Qayerdadir mashinasi ham bo'lsa kerak, mashinasini ham yashirish kerak. Va qanaqa politsiyachilar uni quvib yuribdi ekan, nima ish qildi ekan, qanaqa ayb ish qildi ekan. Qanaqadir jinoyat sodir etganmikan? Nimaga politsiyachilar uni ortidan qo'yapti? Men tushunmayapman. Mana mashinasi bor ekan. Mashinasini ham menimcha yashirish kerak. Agar mashinasini ham politsiyachilar ko'rib qoladigan bo'lsa, menimcha katta problemaga uchrasa kerak. Ana u millionermi, qanaqadir odam hozir qayerga yashiringandi? Shu atrofdan qayergadir yashirin shekilli. Hozir unga men joy topib berishim kerak. Ya'ni shu pechkani tagidan birorta shkaf ochaymi? Qanaqa shkaf deyapmanmi? Podval ochishim kerakmikan? Bilmadim. Hozir qanaqadir reja tuzish kerak. Uni mashinasini avval qayergadir yo'qotib kelishim kerak. Obunachilar xullas kimgadir yordam berish kerak bo'ladi baribir doim. O'shaning uchun yordamga tayyor turish kerak. Hop, mashinasini o'rmon ichiga tashab kelish kerak. Shunda ular topa olishmaydi. Tak, juda ham chiroyli mashina ekan va meni bo'yimga biroz to'g'ri kelmas ekan, chunki boshim chiqib qoldi ustidan. O'rmon ichiga hozir yashirib kelaman. Tak, bu yerda turgani menimcha ma'qul emas. To'xtanglar. Mana shu yerdan bitta chuqur joy ochsam, o'sha joyning ichiga joylashtirib ketsam ham bo'ladi bemalol. Muhimi politsiya ko'rmasa bo'lgani. Agar politsiya ko'rsa, rasvo bo'ladi u millioner. Yordam beraman deb bo'ldim. Axir menga u juda ham ko'p pul beraman dedi, lekin aynan qancha pul berishi noma'lum. Lekin juda ham ko'p dedi va men xohlardimki menga anchagina pul berishini. Ya'ni anchagina pul, bu anchagina pul degani. Ya'ni anchagina pulga balki yangi mashina sotib olarman buni mashinasini yashirish evaziga va o'zini ham yashirish evaziga. O'zini ham yashirmasam baribir mashinasini yashirganimda foyda yo'q. Politsiyachilarga o'zi kerak bo'ladi. Hech qanaqa mashinasi kerak bo'lmaydi uni. Menimcha mana shu yerga sig'sa kerak mashina. Sig'adi. Bemalol ikki siqib ketadi. Hozir mashinani asta haydab shu yerga kiritib qo'yishim kerak. Lekin rostdan ham ana u millioner yomon ish qilganmi deyman. Politsiyachi, nahotki politsiyachilar bu ishga aralashgan bo'lsa. To'xta. Obbo, nima burmadim mashinani? Burilmadi shekilli, mayli. Buni to'xtanglar. Nima buncha tez yuradi bu mashina? Nahotki shunchalik sekin yurish qiyin bo'lsa, mashina yaramas. To'xta deyapman senga men. Tormoz ishlamaydimi? Nima balo bu mashinani hozirgi joy qayerda edi? O'sha joyga moslashtirib olib borishim kerak. Axir o'sha joyga joylashtirmasam nima qazidim o'sha yog'ni. Hozir tak bir amallab sekin haydashim kerak. Tez haydavermasdan asta olib borib joylashtirish kerak. Hop, menimcha to'g'ri keldim. Biroz o'ngroq, biroz chaproq qilib kiritsam
Obbo, o'tib ketdi-yu. Yo'q, buni qanaqasiga joylashtirsam bo'lar ekan-a? Hozir tak, mayli, hozir mana. Yaramas mashina. Joylashgisi kelmayapti shekilli. Bo'ldi, mana shu yerda tursin. Obbo, qo'limni urib oldim. Qo'lim qonab ketdi. Yaramas. Yomon og'riyapti. Mayli, nima bo'lsa ham hozir bu yerda blok g'alati bo'lib qopti. To'xtanglar, hozir bu yerni biroz ochib olay. Mayli, iloj yo'q. Qo'lim jarohatlandi-yu, lekin bir amallayman, lekin yordam beraman deb qo'ydim-ku. Yordam beraman degandan keyin yordam berishim kerak axir. Nima bo'lgan taqdirda ham hozir shu yerdagi bloklarni hozir olib tashlasam, hammasi yaxshi bo'lsa kerak. Tak, nima esimmayapti, dasindi bo'ldi. Okey. Menimcha hammasi yaxshi. Endi hech kim ko'rmaydi bu yerda mashina borligini. Xo'p, tepa tomonni yopib qo'yish kerak endi. To'xtaylik, bu yerda sig'ar ekanman bemalol. Ustini yopib tashlayman endi. Bu mashinani ko'mib tashladim desam ham bo'laveradi. Xo'p, tak, menimcha yaxshi chiqdi. Menimcha hech kim bilmasa ham kerak. Lekin bu yerni iloji boricha yashirin, xufiyona joy qildim. Mana bu bloklar yashil tusga kirsa, ya'ni o't-o'lan o'sib chiqsa, keyin to'g'rilanib ketadi. Mana ikkita gul ekib qo'yish kerak ustiga hozir. Gul ekib qo'ysam, keyin tezroq yashil tusga kirishga ulguradimi, harakat qiladimi bilmadim. Bu axir yer bo'lsa, qanaqasiga harakat qilishi mumkin, a? Qanaqasiga mana juda ham chiroyli holatga kelib qoldi. Bu yerda tak bog' bor deb o'ylaydi menimcha o'sha nima edi, politsiyachilar. Polizumni ichida menimcha hamma narsa ekilgan, tayyor hosil. Obbo, ketmonim ham yo'q buni. Shunaqa vaqtda obbo, ikkita joyni birdaniga buzib yubordim. Dabdala bor, dabdala, hammasi dabdala bo'lib ketyapti. Bu yaramas millionerga yordam beraman deb ko'p muammolarga uchrayapman. Mayli, hozir bu yerdan ketmonimni olsam, keyin borib so'zlasam ham bo'ladi. Qayerga yashirindi ekan-a? Ana u nima edi, millioner qayerga yashirindi ekan? Shu yerga yashirindimi ekan? Bilmadim, shu yerga yashiringan shekilli. Qani, hoy millioner, qayerdasan? Bilmadim, qayergadir yashiringan. Mayli, qayerga bo'lsa ham muhimi uni politsiyachilar topib olmasa bo'lganini. Bu yerda eski garaj bor edi, bilasizlarmi? Bu garaj qayerda? Garaj deyapmanmi? Podval bor edi. Qayerdan kelib qolganini bilasizlarmi? Bu podval ichidan narsalar topib olgandim, qimmatbaho narsa. Bu to'xtanglar. Yo'q, to'xtanglar, bu bunaqa bu короче, bu eshikda, bu shunaqa yomon narsa emas. Sizlar noto'g'ri fikrga bormanglar. Xo'p, bu yerni ham yopamiz. Buni ichida bemalol yashasa bo'ladi-da u. O'shaning uchun shunaqa qilib uy quryapman. Xullas, obunachilarni endi men tepaga chiqib olishim kerak bir amallab. Lekin qanaqasiga chiqsam bo'ladi? Albatta, men bu yerdan zina hosil qilib chiqish kerak. Tak, normal. Mana shu yerdan tushib kelish kerak edi, lekin qani millioner qayoqqa yo'q bo'ldi bilmadim. Qayerga ketding, yaramas millioner vachcha deyapman senga men. Hozir topishim kerak millionerni. Uyimda edi, adashmasam yotoqxonamga kirib olganmidi? Hoy, shu yerdamiding? Shu yerda yashirishga joy topdingmi? Kel, bu tomonga kir. Qara, podval ochganman, shu yerga tush. Bo'ldi, tushaman. Ustimda yopib qo'y, meni topa olishmasin, iltimos. Bo'ldi, topa olishmaydi. Mashinamni nima qilding? Mashinangni ham yashirib keldim. Yaxshi. Pastga tushim kerakmi? Pastga kel. Tegma shashliklarimga. Shashlik pishirasan bu yoqda. Mana shu yoqqa kir. Qayoqqa? Bu yoqqami? Yo'q, u yoqqa emas. Jinnimisan? Bu tomondan kirsang ham mayli, farqi yo'q, shu yerda tursang ham bo'ladi, shu yerni yopib tashlasam ham bo'lar ekan. O'zingda bloklar bormi? Menda bor. Men hammasiga tayyorlanib kelganman. Yaxshi, bitta bloging bor ekan, bor yo'g'i. Mayli, shu yerda yashinib tura qolaman. Bo'pti, seni ko'rib qolishmasa bo'lganni. Men esa o'zim biror nima qilib eplab o'raman. Bo'pti. Meni eshityapsanmi? Eshityapman, lekin ko'rmayapman, chunki yashirib qo'ydim seni. Bo'pti, mayli. Faqat hech kim bilmasin, bilmaydi. Bo'pti. Ana endi politsiyachilarni kelishini kutish kerak. Menimcha politsiyachilar kelishmasa ham kerak, chunki qanaqasiga politsiyachi kelishi mumkin? Qanaqasiga? Politsiyachilar kelgani bilan tekshiruv o'tkazadi bu yerda. Lekin meni topa olishadimi? Eshigim qanaqasiga eshigim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Jo'xamisiz? Men Jo'xaman. Nima gap? Sizni janob mer aytdiki, uyingizni tekshirar ekanman. Janob mer sizga qanaqasiga aytadi?
Chunki janob mer sizni qanaqadir odamlarga yordam beradi doim deb aytdi. Man hozir hech kimga yordam berganim yo'q-ku. Bu yerda podval bor ekan-a? Podval bor, lekin bu podvalda shunchaki sirli narsalarim bor, ya'ni seyfim bor. Tushunarli, mayli, bu yerda tekshirmayman. Bu yerda ya'ni sizga ishondim. Kravatimni nima qildingiz axir? Bilmadim, kravatingizga nimadir bo'ldi. Obbo, yaramas politsiyachi. Qarang, nima qilyapsiz axir? Men hamma yog'imni buzib tashlayapsiz-ku. Men bu yerda kuzatishim kerak. Bu yerda qanaqadir podvallar bo'ladigan bo'lsa, siz jinoyatchiga ishlatgan bo'lasiz. Yo'q, bu yoqlarga tushib o'tirmang, axir menda podval yo'q deyapman sizga. Har ehtimolga qarshi baribir sizni bu yerlaringizni ko'rishim kerak. Bu yerda do'kon bor ekan, hujjatlari bormi? Hujjatlari bor hammasini. Nega unda har doim ochiq turmaydi? Do'konda savdo yo'q. Ishingiz bo'lmasin savdoga. Siz shunchaki ishingizni ko'ring. Bu yerda podval bormi? Yo'q, podval yo'q, tushunmayapsizmi axir? Podval bor ekan-ku, nimaga aldading? To'xtang. Obbo, bunachilar endi nima bo'ladi? To'xtang, bu yerda bor yo'g'i kichkinagina g'or bor edi, ya'ni shaxta. Kichkinagina. Ichida shuncha narsalar bor. Kichkinagina bo'ladimi? Kichkina. Bu yerda hech narsa yo'q. Bu yer shunchaki devor. Yaxshi, devor ekan. To'g'ri. Xo'sh, hozir yana qayerlarga ko'rsam bo'ladi? Obbo. Nima svetni o'chiryapsan? Demak, bu yerda sirli nimadir bor. Yo'q, hech narsa yo'q deyapman sizga axir. Sen meni alday olmaysan, tushundingmi? Tak. Yaramas. Men seni topdim. To'xtang. Kimni topdingiz? Shunchaki hazillashdim. Bu yerda hech kimdir bo'lganda agar topgan bo'lardim, lekin hech kim yo'q ekan. Hech kim yo'q dedim-ku, nima ishonmaysiz axir? Ishonish kerak ekan senga, to'g'ri yigitcha. Ishonishingiz kerak dedim-ku. Yaxshi, mayli, o'zing bu yerlarni tuzatib olarsan-a. Buzib turib endi tuzatib olasan deysizmi? Shunaqa, bo'pti, sog' bo'l yigitcha. Mayli. Xayriyat, millioner topa olmadi. Endi millionerdan ko'proq pul olishim kerak. Juda ham asabimni buzib tashladi. Uyimni hamma joyini buzib tashladi. Men bu yoqdagi mashinani ish qilib buzmagan bo'lsin-da, ustki qismini. Buzmagan shekilli, chunki yashil holatga o'tib qopti. O'to'lanlar o'sib chiqqan. Hozir millionerning mashinasini o'ziga olib borib beraman. Va politsiyachi ko'rmasa bo'lgani. Millioner endi menimcha biz kelishgan pulimizni berishi kerak menga, chunki biz shunga kelishgandik. Ya'ni u menga ko'proq pul beraman deb aytgan edi. Qo'limni ham urib olgandim, esinglarda bo'lsa agar bu yerda. Bu uchun ham ortiqcha pul berasan deyman, chunki davolanishim kerak axir. Qo'limni nima qilganini o'zingizlar ko'rdinglar. Xo'p, mana bu narsalarni hozir menga вообще-то keragi yo'q. Shu hisobdan mashinani to'g'ri orqaga haydasam chiqib ketadi. Chiqdi. Yaxshi, birga bir usulda tayyorlangan joy edi-da bu yer. Xo'p, hozir shunchaki yer bloklari bilan mana bu ustki qismini yopib qo'yaman. Bu yerda bitta ortiqcha blok qolib ketgan ekan. Bu yerni yopishimning hojati yo'q hozircha, chunki bu yerlarni kelib tekshirgan bilan ichida hech narsa chiqmaydi. Mashinasini chiqarib olib ketyapman u yerdan. Tak, mana bo'ldi, всё. Ikkita bu yerda qizil gul ham bor. Qizil gul ham ekib qo'yamiz. Qizil gulcha, bitta qizil gul, bitta oq gul ham bor ekan mana bu yerda. Tak, normali. Ana qo'ymi, qaysi yeb ketmasa bo'lgani. Yeb ketsa dabdala. Xo'p. Endi asta haydaymiz, ya'ni asta, juda ham astalik bilan haydash kerak. Yomon tez yurar ekan bu mashina. Yana qo'limni urib oldim. Endi chap qo'limni urib oldim. Hozir o'ng qo'limni urib olgandim. Uchar ekan-ku bu mashina. Bu g'alati-ku bu mashina. Nima bunaqa? Bu mashina bilan yurgan odam uchib o'lib ketsa kerak, menimcha. Mayli, hozir asta uylarni buzmasam bo'lgani. Tak, polizni ustiga chiqib ketdi. Obbo, buzib qo'ydim-ku. Mayli, keyinroq to'g'rilayman kelib, lekin juda tez yurar ekan bu mashina. Bunaqa yurishi bo'lsa agar, ikkinchi marta birorta odamni ham mashinasini yashirmayman ham, haydamayman ham, to'g'risini aytsam. Obbo, suvga tushishga ozgina qoldi. Hozir mana voy, tormozi nahotki ishlamaydi buni. Bo'ldi shu yerga. Yo'q, mana bu yerga qoldiraymi ekan. Mayli, shu yerda turaversin. Millionerni aytayin kelib mashinasini olib ketadi. Havoda muallaq qolib ketdi-yu, lekin hozir tushdi mana. Mayli, shunaqa turib tursin hozir. 2 minut shunaqa chidab tur, hozir yaramas mashincha. Men millionerga aytib kelishim kerak mashinasini shu yerda turganini. Xo'p.
Hozir tak hozir qayerda edi? Damani bu yerdan kirish kerak. Hozir xo'sh. Oy millioner, shu yerdamisan? Ha, shu yerdaman. Jo'xa, ochib yubor, nafas yetmayapti, bo'g'ilib qoldim. Mayli, hozir yordam beraman. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr.